Yaxshi, rahmat. Xo'sh, bugun sardorlar yo'nalishi, sardorlar saralash jarayonida taassurotlar qanaqa? Juda zo'r. Endi o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men 34-maktabda Erkunboyev Jahongir bo'laman. 10-sinf o'quvchisiman va bu yoqqa matbuot media yo'nalishiga nomzodimni qo'yib, sardorlikda o'z nomzodimni qo'yib, ishtirok etish uchun keldim. Hozirda o'z loyihalarimni ko'rsatdim, hakamlarga yoqdi. Xo'sh, qolgan ishtirokchilarga qanday so'zlaringiz bor? Omad tilaymiz. Barchangizga shunchaki omad. Jasorat yo'nalish sardori Uskanova Munisxon. Matbuot va media yo'nalish sardori Erkunboyev Jahongir. O'sha kirganimda aytdim, shu yigit do'ppilar ekanini, qaysi yo'nalishda. Ibrat farzandlari yo'nalish sardori Xoltursunova Nigina. Tuman bosh sardori mamnuniyat bilan yo'nalish sardori Jo'raboyeva Umida.